Ko'pchilik mendan qanday qilib bepulga video yasasa bo'ladi, ya'ni cheksiz video yasasa bo'ladi deb so'rayotgandi. Men bugun sizlarga qidira buning eng zo'r usulini topib qo'ydim. Hozir sizlarga shuni ko'rsataman. Birinchi qiladigan ishimiz o'sha biz bilgan mashhur YouTube ilovasiga o'tamiz. YouTube ilovasiga o'tganimizdan keyin plyusni bosamiz. Plyusni bosganimizdan keyin chap tepa, o'ng tepa burchakda sun'iy intellektning belgisi turibdi. O'sha sun'iy intellektning belgisiga bosamiz va sun'iy intellekt bosgandan keyin create video, ya'ni video yasash qismiga o'tamiz. Video yasash qismiga o'tgandan keyin o'zimizning promptimizni yozamiz. Masalan, men yozaman hozir O'zbek girl dancing, ya'ni o'zbek qizi raqsga tushyapti. Qani ko'ramiz qanaqa video yasab berar ekan. Xullas, natija tayyor. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ajoyib darajadagi videoni yasab berdi. Xullas, bizga kerak bo'ladigan asosiy narsalar bu YouTube. YouTube o'zi shu narsani chiqargan. Rahmat, obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham qiziqarli videolar chiqarib boraman.